Assalomu alaykum, hurmatli sport muxlislari. Efirda Paranews ko'rsatuvi va studiyada jurnalist Azizjon Mirsaidov. Bahor faslining so'nggi oyi may ham o'z sahifasini yakunladi. Ortda qolgan oy parasportchilarimiz uchun haqiqiy musobaqalar maydoni bo'ldi desak xato qilmagan bo'lamiz. Chunki naqd 7 ta sport turida kuchlilar aniqlanib, ular terma jamoa tarkibidan joy olishdi. Yaqin daqiqalar ichida shu va parasport olamida o'tkazilgan muhim tadbirlar haqida to'xtalib o'tamiz. May oyining dastlabki kunlari poytaxtimizdagi O'zexpo markazida o'tkazilgan ikkinchi an'anaviy inson uchun Respublika savdo ko'rgazmasi tadbirlari doirasida adaptiv sportni targ'ib qilishga bag'ishlangan Bizning maydon, iroda va matonatlilar maydoni nomli matbuot anjumani tashkil qilindi. Dastlabki lavhamiz shu haqda. Poytaxtimizda joylashgan O'zexpo markazida o'tkazilayotgan ikkinchi an'anaviy inson uchun ko'rgazmasi tadbirlari doirasida adaptiv sportni targ'ib qilishga bag'ishlangan Bizning maydon, iroda va matonatlilar maydoni nomli matbuot anjumani tashkil etildi. Unda davlatimiz rahbari tomonidan sport sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar imkoniyati cheklangan shaxslarning o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishlarida katta ahamiyat kasb etayotgani alohida ta'kidlandi. Xususan, davlat rahbarining 2024-yil 8-noyabrdagi nogironligi bo'lgan shaxslarni sportga jalb etish orqali jismoniy reabilitatsiya qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ushbu yo'nalishdagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqdi. Uning negizida O'zbekiston adaptiv sport turlari assotsiatsiyasi tashkil etildi va uning tashkiliy tuzilmasi tasdiqlandi. Bu orqali an'anaviy o'tkazib kelinayotgan 5 tashabbus paralimpiadasining joriy yilgi mavsumida jami 45 ming nafar imkoniyat cheklangan shaxslarni 11 ta sport turi bo'yicha qamrab olish rejalashtirilgandi. Bugungi kunga kelib musobaqalarda ishtirok etish istagini bildirgan fuqarolarimiz soni 79 ming nafardan oshdi. Hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan tashkil etilgan 5 tashabbus loyihasi doirasida o'tkazilayotgan musobaqalar bu yil aynan 2025-yilda o'tgan yillarda tubdan farq qildi. Sababi 2022-yilda joriy qilingan mazkur musobaqada dastlabki yillarida 4,5 mingga yaqin, undan keyin 8 mingga yaqin va o'tgan yil 2024-yilda 18 mingga yaqin nogironligi bo'lgan shaxslarimiz qamrab olingan bo'lsa, bu yilgi ko'rsatkichimiz ya'ni 4 barobarga oshdi. Ya'ni aniq misol aytadigan bo'lsak, 79 ming nogironligi bo'lgan shaxslarimiz aynan 5 tashabbus paralimpiadasi sport musobaqalarida ishtirok etish istagida 5tashabbus.uz sayti orqali, platformasi orqali ro'yxatdan o'tkazildi. Raqamlarni tahlil qiladigan bo'lsak, adaptiv sport turlari bo'yicha 2024-yil mobaynida respublika miqyosida jami 50 ta sport tadbirlari tashkil etildi. Mazkur sport tadbirlarida jismoniy imkoniyat cheklangan va nogironligi bo'lgan 2422 nafar shaxslar jalb etilib, sport tadbirlari uchun 6,2 milliard so'mga yaqin mablag'lar yo'naltirildi. Olimpiya sport turlari qatorida paralimpiya sport turlariga ham mamlakatimizda yuqori e'tibor bo'lganligi tufayli bo'lib o'tgan Parij 2024 paralimpiya o'yinlarida juda ko'plab yaxshi natijalarni egallab ko'plab yutuqlarga erishib qaytdik. Xususan bugungi kunga bo'lib o'tayotgan matbuot anjumanida ham paralimpiya sport turlari va adaptiv sport turlari bo'yicha imkoniyat cheklangan yoshlar bilan o'zim xususan bevosita shu tadbirda ishtirok etib, bularga o'zim bosib o'tgan yo'llari, qanday inson irodali va matonatli bo'la olishligi mumkin va irodali, matonatli bo'lish uchun nimalar qilish kerakligini o'zimni misolimda bularga o'zim hayotimdan bir misol qilib ularga aytib o'tdim va umid qilamanki, shu yerda o'tirib eshitayotgan yoshlar albatta yurtimizni koriga yaraydigan va kelasi bo'ladigan paralimpiya o'yinlarida yuqori natijalarga erishishiga, jamiyatda o'z o'rnini egallay olishlari uchun bir turtki bo'ladigan umiddaman. Anjumanda ma'lum qilinishicha, endilikda adaptiv sport turlari bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash va trenerlar malakasini oshirish tizimi yo'lga qo'yiladi. Unda nafaqat paralimpiya, balki adaptiv sport turlari, surda olimpiya, maxsus olimpiya va ko'z ojizlar sporti bo'yicha murabbiylar faoliyat olib boradi. Bundan tashqari 2025-yildan boshlab hududlardagi inson ijtimoiy xizmatlari markazlarida maxsus xizmat turi tashkil qilinadi. Bunda har qanday nogironligi bo'lgan shaxslar mazkur markazga murojaat qilib, o'ziga mos sport turlarini tanlash, o'zi yashaydigan hududga yaqinroq sport ta'lim muassasalarida shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'lishadi. 1-6 may kunlari Toshkent shahar sportning o'yin turlari va yengil atletikaga ixtisoslashtirilgan sport maktabida bochcha bo'yicha O'zbekiston Kubogi musobaqalari o'tkazildi. Mazkur musobaqada mamlakatimizning turli hududlaridan jami 32 nafar mahoratli parasportchilar ishtirok etdi. Musobaqada Toshkent shahar, Farg'ona hamda Sirdaryo viloyatidan tashrif buyurgan sportchilar yetakchilar qatorida e'tirof etildi.
Parasport oilasining kenja vakillaridan biri bo'yicha mamlakat miqyosidagi musobaqalarda ishtirokchilar soni tobora ortib bormoqda va tabiiyki bu holat sog'lom raqobatni yuzaga keltirdi. Yakuniy natijalar bo'yicha umum hisobda 5 ta oltin, 6 ta kumush medallarga ega chiqqan Toshkent shahri jamoasi birinchi, 5 ta oltin, 3 ta kumush va 2 ta bronza medali bilan Farg'ona viloyati paraatletlari ikkinchi. Shuningdek 3 ta oltin, 2 ta kumush va 3 ta bronza medali bilan taqdirlangan Sirdaryo viloyati jamoasi kuchli uchlikdan o'rin oldi. 5-8 may kunlari Toshkent viloyati Yangiobod o'quv mashg'ulotlar bazasida para-yengil atletika bo'yicha yoshlar va kattalar o'rtasida mamlakat chempionati tashkil etildi. E'tiborlisi bu safarga respublika birinchiligida 1000 nafardan ziyod para-atletlar g'oliblik uchun bahs olib borishdi. Iqtidorli para-atletlar orasida kuchlilarni saralab olish hakamlar uchun oson kechmadi. Chunki bu safargi chempionatda ishtirokchilar soni kutilgandan 2 barobar ko'p bo'ldi. O'z klasslarida bir qator yoshlar para-yengil atletikaning yugurish, yadro uloqtirish, shuningdek uzunlikka hamda balandlikka sakrash dasturlarida muvaffaqiyatli qatnashib terma jamoa safidan joy oldi. 8-10 may kunlari para-akademik eshkak eshish bo'yicha ham respublika birinchiligi tashkil etildi. Hozir shu haqda. Toshkent dengizi mezbonligida o'tgan mamlakat chempionati qiziqarli va murosasiz ruhda o'tdi va unda 70 dan ortiq sportchilar g'oliblik uchun bahs olib bordi. 2000 metr masofaga o'tkazilgan yakka tartibdagi startda Shabbona Sattorova, juftlik mix bahsida Hasan Abdug'aniyev, Gulsevar Anarbayeva, shuningdek 4 kishilik qayiqda eshkak eshish startlarida boshqaruvchi Abdumutal Abdurahmonov, Madi Sulaymonov, Ra'no Jumaboyeva, Mehribon Boyeva, Abduvali Mirzayevlar jamoasi marraga birinchi bo'lib yetib keldi va chempionatning oltin medallari sohibi kattalar va yoshlar o'rtasida o'tgan O'zbekiston chempionati Paralimpiya o'yinlariga sportchilarni saralab olish vazifani o'tab bermoqda. Попрошу всех перейти к самому торжественному мероприятию, это награждение чемпионов. Barcha o'tgan startlar yakuniga ko'ra umumjamoa hisobida birinchi o'rinni Sirdaryo viloyati egallagan bo'lsa, ikkinchi o'rinda Qoraqalpog'iston Respublikasi jamoasi qayd etildi. Kuchli uchlikni esa Toshkent shahar jamoasi yakunlab berdi. Men bu sport turi bilan 2 yildan beri shug'ullanaman. Bu mening ikkinchi musobaqam. Men bu musobaqada birinchi o'rin sohibi bo'ldim. Ushbu musobaqa har doimgi musobaqalardan ko'tarinki kayfiyatda o'tdi. Biz kelgusi chet eldagi musobaqalarda O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarishga harakat qilamiz. 10-12 may kunlari Gruziya poytaxti Tbilisi shahrida para-powerlifting bo'yicha jahon kubogi o'tkazildi. 30 ga yaqin mamlakatlarning terma jamoalari ishtirokida o'tgan mazkur nufuzli musobaqada terma jamoamiz a'zolari tomonidan jami 21 ta turli probali medallar qo'lga kiritildi. Musobaqalar kutilgandek murosasiz ko'rinish oldi va vakillarimiz o'zlariga bildirilgan ishonchni to'la oqlab 10 ta oltin, 6 ta kumush va 5 ta bronza medallarini delegatsiyamiz hisobiga taqdim etishdi. Ayniqsa Umidjon Ro'ziyev va Umida Rajabovalar ikki yo'nalishda ham tengsiz ekanliklarini namoyish etib, 2 tadan yuqori probali medallar sohibi bo'lishdi. Shunday qilib, umumjamoa hisobida yurtimiz atletlari Qozog'iston terma jamoasi vakillaridan keyin ikkinchi pog'onaga joylashdi. 11-21 may kunlari Italiyaning Maniago shahrida paravelosportning shasse yo'nalishi bo'yicha jahon kubogi bahslari o'tkazildi. Quvonarlisi mazkur musobaqaning erkaklar o'rtasida T1 klassda yurtimiz sharafini himoya qilgan Aziz Ataxo'jayev 40 km masofaga o'tkazilgan guruh poygalarida oltin, 16 km masofaga o'tkazilgan vaqt poygalarida esa kumush medalni qo'lga kiritdi. E'tiborlisi O'zbekiston terma jamoasi a'zolari tarixda ilk bor jahon kubogida guruh poygasida birinchi o'rinni egalladi. Vakillarimiz bu borada mezbon Italiya va Janubiy Koreya terma jamoasi a'zolarini ortda qoldirishga muvaffaq bo'ldi. Bundan tashqari ayollar o'rtasida T1 klassda startga chiqqan hamyurtimiz Marjona Pardaboyeva 30 km masofaga o'tkazilgan guruh poygasida hamda 16 km masofaga o'tkazilgan vaqt poygasida kuchli uchlikdan joy olib, delegatsiyamiz hisobiga 2 ta bronza medalini qo'shib qo'ydi. 11-15 may kunlari Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida para-dzyudo bo'yicha jahon chempionatida g'oliblar aniqlandi va mazkur dunyo birinchiligida muvaffaqiyatli ishtirok etib, jami 2 ta oltin, 2 ta kumush va 1 ta bronza medallarini qo'lga kiritgan terma jamoamiz a'zolari 16 may oqshomida yurtimizga qaytib kelishdi. Toshkent xalqaro aeroportida g'olib va sovrindorlar tantanali kutib olindi.
11-15 may kunlari Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida paradzyudo bo'yicha jahon chempionati bahslari o'tkazildi. Dunyoning eng kuchli paradzyudochilari ishtirok etgan turnirda vakillarimiz yuqori natijalarni qo'lga kiritishdi. Mazkur musobaqada terma jamoamiz a'zolari 2 oltin, 2 kumush va 1 bronza medalni qo'lga kiritib, vatanimizga qaytib kelishdi. Qayd etish kerakki, ayollar o'rtasidagi G1 klassda bahs olib borgan Uljon Amriyeva oltin medalga sazovor bo'lib, jahon chempionatlarida shohsupaga ko'tarilgan ilk o'zbekistonlik ko'zi ojiz paradzyudochiga aylandi. Matonat va jasorat egalarini aeroport terminalida Sport vazirligi, Milliy paralimpiya qo'mitasi, ommaviy axborot vositalari vakillari va ularning yaqinlari kutib olishdi. Jahon chempionatiga o'zimizga yarasha tayyorlandik. Birinchi Moldova bilan kurashdim, keyin neytral davlat bilan, undan keyin finalda Braziliya bilan. Men birinchi o'rinda ustozim Dilnazoqaga rahmat aytaman. Bu kishi yonimda turib bermagandan men bu natijaga erisha olmasdim. Jahon chempionatida ishtirok etgan terma jamoamiz tarkibida ancha tajribali bo'lgan 2 karra paralimpiya o'yinlari g'olibi Sherzod Namozov ham bor. Hamyurtimiz joriy mavsumni kumush medali bilan boshladi. Vesovoy kategoriyalar o'zgarganligi sababli natijalarimiz ham endi yomon emas, ozgina. Endi mavsumni boshlab olishga yetadi. Mavsumni boshlab olishga yetadi. Endi oddiy musobaqa emas, jahon chempionati, hamma puxta tayyorlanib keladi. Hamma raqiblar bir-birini yaxshi biladi. Endi Los Anjelesga qadamlarni qo'yishni boshladik. Xudo xohlasa mehnat qilamiz, ustimizda ishlaymiz. Hatto kamchiliklar ustida. Ma'lumot uchun mazkur musobaqada Kemran Nurullayev ham oltin medalga ega chiqdi. Davrxon Karamatovda kumush medal. Shu bilan birga qizlarimizdan Mokinur Parmonova bronza medalni delegatsiyamiz hisobiga qo'shib qo'ygan. Sensatsion yangilik bo'ldi. Tariximizda birinchi ilk bor G1 ko'zi umuman ko'rmaydigan qizimiz oltin medal oldi jahon chempionatida. Lekin bu o'zimiz kutgan edik. Ketishimizdan oldin ham Uljon bilan o'zi gaplashgan edik. Uljon menga va'da berdi, ustoz men borsam oltin medal olib kelaman deb va'da berdi. O'shanga men uchun juda ham katta quvonch bo'ldi. Ham va'dasini ustida turdi qizimiz, birinchi o'rinda oldi. Bu albatta nima desam ekan, juda ham boshqacha bo'ldi. O'zim ham shunday darajada hayajonlarim nima bo'lib ketdiki, hatto endi inson alin ko'rsangiz ko'z yoshi bilan kutib olasizda, murabbiy alin xursandchiligingizdan. Qo'lga kiritilgan yuksak natijalar bilan matonat egalarini yana bir bor tabriklab, keyingi turnirlarda ham ularga omad tilaymiz. 16-18 may kunlari Xalqaro ko'zi ojizlar sport federatsiyasi prezidenti Ilgar Rahimov boshchiligidagi delegatsiya O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdi. Martabali mehmonlar tashrif davomida Olimpiya va Paralimpiya shon-shuhrati muzeyi hamda Olimpiya shaharchasida qurib bitkazilayotgan sport inshootlari, stadion, maydonlarni ko'zdan kechirdi. Bundan tashqari ular sport vazirligida bo'lib, sport vaziri Adham Ikromov, O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Shahnoza Mirziyoyeva, Milliy paralimpiya qo'mitasi raisi Muxtorxon Tashxo'jayev, O'zbekiston ko'z ojizlar sport federatsiyasi raisi Otabek Ergashev bilan uchrashdi. Uchrashuvda O'zbekistonda imkoniyati cheklangan shaxslar o'rtasida sportni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlar mehmonlar tomonidan alohida e'tirof etildi. Shuningdek, Xalqaro ko'z ojizlar sport federatsiyasi bilan hamkorlikning istiqbollari muhokama qilindi. Jumladan, tashkilot bilan hamkorlikda kelgusida yuqori nufuzli xalqaro sport tadbirlarini tashkil etish masalasiga e'tibor qaratilib, Xalqaro ko'z ojizlar sport federatsiyasi mutasaddilarining bu boradagi takliflari eshitildi. Yakunda tomonlar uchrashuv natijalarini ijobiy baholab, kelgusida o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirishga kelishib oldilar. 21-23 may kunlariga qadar poytaxtimizda kattalar va yoshlar o'rtasida parastol tennisi bo'yicha mamlakat kubogi bahslari o'tkazildi.
Mazkur musobaqada mamlakatimizning turli hududlaridan 265 nafar ishtirokchi yakka va juftlik bellashuvlarida o'z mahoratlarini namoyish etishdi. Yakuniy natijalarga ko'ra, umum hisobda birinchi o'rinni Buxoro viloyati jamoasi egallagan bo'lsa, kuchli uchlikdan Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati jamoalari joy oldi. Ushbu musobaqa para-stol tennisi sportchilari uchun bo'lajak xalqaro musobaqalar, para Osiyo o'yinlari oldidan ko'rik vazifasini o'tab berdi. Yurtimizda ko'plab parasport turlari qatori paratriatlon ham jadallik bilan rivojlanmoqda va atletlarimiz xalqaro musobaqalarda yaxshi ko'rsatkichlarga ega bo'lishyapti. Buning yaqqol misoli sifatida 24-25 may kunlari Samarqand shahrida paratriatlon bo'yicha Jahon Kubogi bahslaridagi natijalardan ham bilish qiyin emas. Samarqand shahri mezbonligida o'tgan Jahon Kubogida kuchlilar saralandi. E'tiborlisi ushbu musobaqada ishtirok etgan 3 nafar vakilimiz, jumladan erkaklar o'rtasida PTS 2 klassda Rustamjon Sotiboldiyev bronza medalga sazovor bo'lgan bo'lsa, ayollar o'rtasida PTS 5 klassda startga chiqqan 2 nafar hamyurtimiz ham sovrindorlar qatoridan joy oldi. Xususan Shohsanam Sobirjonova kumush, Komola Adhamxonova bronza medalni delegatsiyamiz hisobiga qo'shib qo'ydi. Yigirma 29 may kunlari Jizzax shahridagi sport maktabida golbol bo'yicha yoshlar o'rtasida mamlakat chempionati o'tkazildi. Musobaqada 10 ta jamoa a'zolari 2 guruhga bo'lingan holda g'oliblik uchun to'p surishdi. Hozir shu haqda. 3 kun davom etgan murosasiz bahslar yakuniga ko'ra chempionlik Qoraqalpog'iston Respublikasi jamoasiga nasib etdi. Finalda imkoniyatni boy bergan Qashqadaryo viloyati jamoasi esa kumush medalga sazovor bo'ldi. Kuchli uchlikni esa mezbonlar Jizzax viloyati jamoasi yakunlab berdi. Qayd etish lozimki, mazkur musobaqada ijobiy taassurot qoldirgan yosh golbolchilar mamlakat terma jamoasiga saralab olinadi va kelgusidagi xalqaro musobaqalarda yurtimiz sharafini himoya qilishadi. Yakunlangan haftada O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi raisi Muxtorxon Tashxo'jayev Vengriyaning yurtimizdagi favqulodda va muxtor elchisi janob Yojef Roja bilan uchrashdi. Navbatdagi lavhada shu haqida so'z boradi. Uchrashuv davomida mamlakatlar o'rtasida paralimpiya yo'nalishida amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusidagi hamkorlik haqida so'z bordi. Bundan tashqari kelgusida Vengriya Milliy paralimpiya qo'mitasi bilan hamkorlikda qo'shma o'quv mashg'ulot yig'inlarini tashkil etish, parasuzish, aravachada qilichbozlik kabi Vengriyada rivojlangan parasport turlari bo'yicha mutaxassislar malakasini oshirish kurslarini tashkillashtirish hamda Vengriya tajribasi asosida metodik qo'llanmalar tayyorlash kabi masalalar muhokama qilindi. Tadbir yakunida tomonlar kelgusida hamkorlikni yanada rivojlantirish bo'yicha kelishib olishdi. May oyi davomida parasport olamida o'tkazilgan tadbirlar va musobaqalar shulardan iborat edi. Kelgusi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.